Oyog'i osmonda bo'lgan sichqonlar. Roald Dahl. Ixtiro nima? Kashfiyot nima? Ular bir-biridan farq qiladimi? Bir vaqtlar Levon ismli qariya yashagan ekan. Uning yoshi 87 da bo'lib, umr bo'yi vazmin va xotirjam inson bo'lgan ekan. U kambag'al bo'lsa-da, juda ham baxtli ekan. Levon uyida sichqonlarni payqagan vaqtida dastlab bu holat uni tashvishga solmabdi. Ammo sichqonlar tobora ko'payib boribdi va ular Levonni bezovta qila boshlabdi. Nihoyat, hatto Levon ham ortiq bardosh bera olmaydigan vaqt kelibdi. Bunisi endi ortiqcha, dedi u. Bunga chidab bo'lmaydi. Qariya uyidan chiqib, oqsoqlangancha do'kon tomon yo'l oldi. U sichqonlarni tutish uchun do'kondan bir nechta qopqon, yelim va pishloq bo'lagini sotib oldi. Levon uyiga qaytgach, qopqonning asosini yelimlab, shiftga yopishtirdi. Keyin u qopqonlarga pishloq bo'lakchalarini mahkamlab chiqdi. Tunda sichqonlar inlaridan chiqib, shiftdagi qopqonni ko'rib, buni hazil deb o'ylashdi. Polda sayr qilib yurgan sichqonlar bir-birlarini turtib, qo'llari bilan shiftni ko'rsatib, kulgidan o'zlarini to'xtata olishmadi. Axir qopqonni shiftga joylashtirish ahmoqlik-ku, deyishdi. Ertasi kuni tongda Levon xonaga kirganida birorta sichqon tuzoqqa tushmaganini ko'rib jilmaydi, lekin hech narsa demadi. U stulni olib oyoqlarining tagiga yelim surtdi va shiftga qopqonlar yoniga teskari holatda yopishtirib qo'ydi. U stol, televizor va chiroq bilan ham xuddi shunday qildi. Levon polda turgan barcha narsalarni teskari qilib, shiftga yopishtirdi. Hattoki gilamchani ham u yerga yelimlab qo'ydi. Kelasi tunda sichqonlar inlaridan chiqishganida, ular o'tgan tunda ko'rganlarini eslab, hazillashishni davom ettirib kulishar edi. Biroq bu safar ular shiftga qarashganida to'satdan kulishdan to'xtashdi. "Xudoyim!" qichqirdi sichqonlardan biri. "Tepaga qaranglar, axir pol u yerda-ku." "Ey Xudo!" faryod qildi yana biri. "Biz shiftda turibmiz shekilli." "Mening boshim aylana boshladi", chiyilladi uchinchisi. "Mening miyamga qon quyildi", yig'lab yubordi to'rtinchisi. "Bu dahshat", dedi uzun mo'ylovli sichqonlarning kattasi. "Bu haqiqatdan ham dahshatli. Zudlik bilan nimadir qilishimiz kerak. Agar men boshimda shunday turishda davom etsam, hushimdan ketaman", deb qichqirdi eng kichigi. "Men ham. Men bunga ortiq chiday olmayman. Bizni qutqaring. Nimadir qilinglar tezroq. Biror nima qilinglar." Sichqonlar jazavaga tusha boshlashdi. "Men nima qilishimiz kerakligini bilaman", dedi sichqonlarning kattasi. "Biz boshimiz bilan turib olamiz. O'shanda hammasi yaxshi bo'ladi." Sichqonlar gapga quloq solib, boshi bilan turib oldi. Bir qancha vaqtdan so'ng miyasiga qon quyilishi sababli sichqonlar birin-ketin hushidan keta boshladi. Levon ertalab xonaga kirgach, yerda yotgan sichqonlarga ko'zi tushdi. U darhol barcha sichqonlarni yig'ib, savatchaga soldi. "Esda tuting, olam sizga teskari bo'lib ko'rinsa-da, siz yerda turganingizga ishonch hosil qiling.